Vatandaşım, bugün çislağa 2024 yıl 7. ayının 7. günü heptiğe yaşanbe vatandaş. Endilikte özümüzge bir vasıta münasebetlik vaziyet hileyle başkaları mı münasebetlik bir vasıta münasebetlik hem de bir vasıta dediğimiz o başkaça bir vaziyet. Siz kütüp durdunuz, biz kütüp durduk. Şahsen ben takazalık içinde kütüp durdum. Dolayısıyla 6. ayının 23. günü geçirinler. 6. ayının 23. gün New York şehri yetip geldi degende bugün bilen koşkanda 13-14 gün buldu vatandaş. Bu bir vaziyet. Dolayısıyla tünü gün 7. ayının 6. günü 89 yaşa kirdi vatandaş. Bu bir vaziyet. Dünyanın her kaysi jaylarda bulup mu Amerika ve Hindistan Katarlık jaylarda Dalai-Lama'nın 89 yaş kirgelligini tebrikledi. Hem şundakla Dalai-Lama'nın 89 yaş kirgelligini tebriklep nakşıla icat kılındı ve nakşılağını toğuldu gitti vatandaş. Biz menen şahsen ben üzemli eysem biri endikeş, ikincisi endişe, üçüncüsü gumani fikir. Çünkü dünya bu vatandaş, bu dünya. Bu dünyanı biz sözlep kilovatımız, siz yüzünüz his kılıvatsız bu dünya. Bir qaraganda hiç kimden ağırlığını bulmaydı, bir qaraganda hiç kimni ağırlığını sırtıda koyalmayız. Muşundak bir dünya vatandaş. Muşundak bir dünya. Muşundak bir dünyada muş vaziyetinin muş oldu kilip kilovatkanıga hayran mı kalısınız? Hem siz kütken de kilovatkanıga bu vaziyette vakti acayiplenisiz vatandaş. Acayiplenisiz. Bugün dedi o hazır Dalai-Lama 89 yaş kırdı. Şunu gün tebrikledi. Amerika Koşmuş Ştatları mesela Amerika avazı, hükümet avazı radyosu da Xitay dil programımızda tünü günlerde bir katım iki parça haber yetip geldi. Dalai-Lama'nın münasebetlik vatandaş. Menilike en diktok, en sürdük degen gepnin manisi nime desiniz? Yakında Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi makullagan Tibet meselesini hal kılışını ilgili sürüş kanun layihesi. Bunun da iki noktanın mühimliği biri, bu kanun layihesi boyunca önemli alda Tibet meselesini bir taraf kılış. Bunun burun şunu hal kılış için avval Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden bunun imza koyuş gerek. Bugün şu an ben hazır üzerinden keyfiyatımdaki royiyet özgürlüğümün hazır 50% mukumlaştırdım vatandaşım. Kaçan ki Prezident Joe Biden imza koydu. Bu 50% %100% derecesi götürüldü vatandaş. %100% derecesi götürüldü vatandaş. Evvel siz materyalini bir anağı enindeki anda siz bile söyleyişimiz vatandaşım. Mazlumunda Dalai-Lama 89 yaşa kirgende Musafir Tibetlikle Dalai-Lama'nın kelgisi yok dediği ensirdi. Bu mavzu nime desiniz? Hazırmış bu Dalai-Lama'nın kelgisi yok dediği ensirdi. Bre bu mavzunun tallı velişten üzüğü bir gep. Onu bir gep de bir tarafta koyaylı. İkincisi bugün bu şu mavzunun tallı velişten üzü. Aldığımızda özgürüş buludu. Belki bu özgürüş işçide kelgisi kandak buludu. Mesela Dalai-Lama için ya ki Tibetler için kelgisi kandak buludu. Dalai-Lama kütüp kelgen, Tibetler kütüp kelgen, kelgisi kandak buldu. Xuddi siz bilen biz ensirgendek, biz aceplengendek ve hazır muşundak bir tuygudu boğandak Tibetler hem şundak tuymuyordu. Belki şunun için mavzunun muşundak tallıgan buluşu mümkün vatandaş. Mavzulu haber 7. ayının 7. günü Amerika avazının Xitay dil programı ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Dalai-Lama'nın muhafizat kılışkı belgilengen ve onun halkının kelgisi doğrusu da hükümmalık ve onun ve halkının kelgisi doğrusu da hükümmalık kılgıcı birisi. Bu darayiplerinin Hindistan'ın şimalideki Karlık Dağı
etigi de bir butxana içi qilishidin ansirashga başlagan edi. Qaysi butxana içide qıldı? Dharamsalada Tibetning ruhoniy daisi Dalay Lama şu yerda qilib qalamdı deb ansirgan edi deydi. Dalay Lama 7. ayının 6. günü 89 yaşga kirdi ve bu gün hatırlaydı. Beycan Dalay Lama'nın varısını tallaş meselesi de çiң turup tallagan kişini Tibet'nin manevi daisi qilishqa urunwatıdı. Dalay Lama'nın varısını Beycan biz tallaymiz dewatıdı. Nemişqa? Mana şunu sual qo'yaylar, nemişqa? Bu bir diniy nuqtadan aytgan vaqtida bu sen tallaydigan narsa emas. Sen siyosiy nuqtadan men tallayman desang, bu diniy nuqta, bu siyosiy nuqtaga mos keladigan narsa emas. Diniy nuqtadan tallash bu Tibetlarning o'zining ishi. Varis qoldirish, varis tallash. Hozir Beyjing men tallayman, bu varis Tibetning ma'naviy daisi bo'ladi deydi. Talash tartish qilyapti Jungo deydi. Ben çoğun mındak görsette. Niçin hazır Tibet Memuriyet Merkezi'nin mesulü. Niçin mındak görsette. Hürmetke sazı var. Ya mesul emezken bu Tibetlerinin faaliyetçilerinin birisi iken. Niçin mındak görsette. Hürmetke sazı var Dalay Lama 14. Onun kendiden kilidine Dalay Lama 15. 16. 17. varis meselesidir. Her kaysı devletlerde rehberle almışıp turdu bu iş tamam. Lakin Tibet'te ahval tamam bunun aksi. Mesela her kaysı devletlerde sayılan buludu değil o. Yakın müstabitler belgeleydi değil o. Devlet rehberleri almış durdu, hakimiyet almıştı. Bunun işi başı gep değil. Lakin bunda hakimiyet ve hukuk meselesi de Dalay Lama'nın Tibetlerinin işi bu başka bir varislik hukukidir. Bu Buddha dininin Tibet tarmıqı bilen münasebetli kötendi. Tibet Buddha dini ekimi bilimlik rahip vefat bolgan deyken o yani ösmür bala bulup dünyaya keledi. Yani o zaman mesela bilimlik rahip yaşı lama o tamam bop ölüp tügenden keyin onun varis bulduğan narsa tabii halda yoki bir tallash doirasida muayyan bir yeri Tibet'ten bir yerde tug'ilgan bo'ladi. Yani bir ruh ketdi, ikkinchi bir ruh bola o'smir bo'lib yetib keladi. Bu Tibetning dini bo'yicha vatandosh ana shunday kenda. Dalay Lama dal hozir Amerikada revmatizm kesilini operatsiya qildirib damilyapti. Niçin mundaq ko'rsatdi. Dalay Lama 90 yaşga kirganda varis belgilash meselesini o'ylashdi. Növbetdagi Dalay Lama hayvatlik ve şefkatlik Dalay Lama'dır. O xalqaro jamiyatda Buddha dinini umumlashtirdi. 1989 yılı musafirlik hayatida Tibetlerning ishini qo'g'dab, madaniyatini, siyosatini qo'g'dab, kishilik huquqini qo'g'dab, Nobel xalqaro tinchlik mukofotini oldi. Beyjing Dalay Lama'ni xatarlik deb hisoblaydi. U bir chog'larda o'tir yo'lni ijro qilish bilan, tinch yo'l bilan Jungoning chegarasi ichida haqiqiy avtonomiya ve dini e'tiqod erkinligini qo'lga keltirmoqchi bo'lgan edi. Bu albatta Dalay Lama'nın dastlabki chog'lardagi faoliyatlari vatandoshlar. Dalay Lama'nın dastlabki vaqtdagi faoliyatlari. Shu vaqtida o'tir yo'l, haqiqiy ma'nodagi avtonomiya, mushuning bilan birga Jungoning davlat ichi chegara ishchisi qilishni o'ylagan edi va shu yo'l to'g'risida harakat qilgan edi dedi. Amerikada ikki partiya, Cumhuriyetçiler Partisi bilan Demokratlar Partisi Tibet Memuriyet Merkezi'ni azıcık izchil qo'llab keldi.
Tibetli Mamuriyet Merkezi ve G'arbdagi sherikli ve Hindistonda hozir onun ta'siri mavjud bo'lmagan kelgusiga tayyorlik qilyapti. Bu so'zning ma'nosi nima? Boshqa bilan so'rashgan. Endi insonda, Dalay Lama insonda vatandosh. Masalan, Dalay Lamada tuyuqsiz qaytishib ketadigan bo'lsa, uning ta'sirini qanday tizginlashmaslan. Kişilerde bu ta'sir, Dalay Lama'nın ta'siri qanday chunqur bo'ladi. Bu chunqur ta'sirga jamiyat Dalay Lama Tibet jamiyati qanday muomala qiladi. Mushu muomala jarayoni Tibetning kelgusini masalan Dalay Lama yo'q deyli, uning ro'yi qoldi deyli. Mush orliqda Tibetni qanday kelgusi kutib turadi. Bularni hozir Tibetliklar hammasi o'ylashyapti deydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden qonun loyihaga darhol imzo qo'ydi. Vah. Vatandosh, men nima dedim boshda 50%. Qachoniki prezident Joe Biden mushu qonun loyihaga imzo qo'yguncha sizning mening hissiyotimizdagi kutish jarayoni aqliy idrokimizning xulosasi shuki prezident Joe Biden bu qonun loyihaga Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'ygan kuni sizdan kutishimiz va bizdan kutishimiz umidimiz 100% chiqadi vatandosh. Maqama 100% chiqadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden qonun loyihaga darhol imzo qo'ydi. Va Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining Junguning Tibet to'g'risidagi Tibet azaldan tortib Junguning bir qismi deydigan soqchi ushurlariga qarshi turishni talab qildi. Masalan, hukumat yoki Oqsaroy deyli, uziblaydilar Oqsaroy Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasidan Xitoyning soxta tashviqoti, Xitoyning soxta hukmlari, Xitoyning Tibet Junguning bir qismi deydigan mushu safsatalariga qarshi turishini Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasidan qarshi turishini Oqsaroy talab qildi. Qanday vatandosh? Tushuntiraldim ya qanday? Mana shunday tushunan vatandoshim. London Universiteti Osiyo Afrika instituti Tibet masalasi mutaxassisi Robert Barnett mundaq dedi. Jungu Tibet azaldan tortib Junguning bir qismi degan iborani e'tirof qilishni umid qiladi. Mayli Dalay Lamaning, mayli Tibetlarning, mayli G'arb demokratik davlatlarining Junguning bir qismi Tibet yoki Tibet Junguning bir qismi deb e'tirof qilishini Jungu umid qiladi. Ko'pchilik. Lekin bu qonun loyiha, ya'ni Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi shuni isbotlab berdiki, Tibetni qo'llovchilar nisbiy qulaylik bilan G'arb dunyosi hukumatlarining bunday bayonotni Junguning bayonotini rad qilishni qo'lga keltirdi. Junguning bayonoti nima? Tibet Junguning bir qismi. Dalay Lama sen shunday deysan. Boshqa davlatlarga ham shunday talab. Biroq hozir bu davlatlar va G'arb dunyosi, Amerika Qo'shma Shtatlari Tibet Junguning bir qismi deydigan junguchi safsatini rad qildi. Tamam vatandoshim, tamam rad qildi. Ashundaq rad qilishni bugun Tibetda qo'lga keltirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq parlament boshlig'i Nancy Pelosi qatorliq rahbarlarni o'z ichiga olgan davlat majlisining vakillar umigi 6-oyning 18-kuni 19-kunlari Hindiston Dharamsalani ziyorat qildi. Dharamsalada Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisi ma'qullagan Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasini tabrikladi.
Tebrikleri Tibet meselesi merkezinin məhsulu Pempa təsirin. Tibet Məmuriyyət Mərkəzinin məsulü Pempa təsirin. Bu qanun layihə besiş hasıl qılğanlıqdır. Yani bu qanun layihə besiş hasıl qilish xarakterlik qanun layihədir. Pempa təsirin. Yani mındaq göstərdi. Bu qanun layihənin imzalanışı assimilasiya qatarlıq məcburlaşdı təkidləydiğən Cungunun huquqi təcavüzçiliğidən dacib çıxan strategiyalik özgürüş hasıl qilishning bir qismidir. Demek davalan mescid zamandan neçizildim bir dava kılıp geldik. Endi biz bir ötkelge yetip geldik. Hazır bu kanun makullandı. Kanunun makullanışı ne kolga keltirdi Tibetlikler. Biz hazır Xitayning bizni Tibetlerin assimilasiya qilish dairesinden çıkıp kettik. Yaki Xitay şu mecburlaş bilen hazır Tibet kengip kelivatkan özünün siyaset dairesinden biz bugün muş yolla arkalık yani Tibet'le muş yolla arkalık biz çıkıp kettik. Hazır Cungunun bu asimilasya degen siyasetlerinin hemisi öz cayida kaldı deydi vatandaşım. Şuna biz muş kanunlaya arkalık Cungunun hukuki tecavüzçiliğinden dacip çıkan stratejilik öz giriş hasıl kılışının bir kısmına erişti. Bu kanun layihəsinə Tibet meselesini hal qilishni ilgari sürüş kanun layihəsi Tibet Məmuriyyət Mərkəzi 2021 yılından başlap Amerika qatarlıq 20 neçə qərb dövlətiga işləyən xizmətlərimizdən nəticəsidir. Yaki səməridir. Dikkat kıldınız mı noktaya 2021 yılı. 3. ayının 18. günü Amerika Qoşmuş Ştatları diplomatları ve yuqori darajalik əməldarları bilen Xitayning diplomatları ve yuqori darajalik əməldarları Alyaska söhbəti ötkəzdi. Bu söhbəti biz sizlərə qayıt sözlük, yani qayıt sözləyimiz bu acayip bir tarixdən acayip bir devri vatandaşım. Nəhayət isil devri tarixinin. Dünya tarixinin intayın büyük devri bu. Alyaska söhbətiydi. Şu söhbətdə Devlet İşlər katibi Antony Blinken, Prezident Joe Biden hükümetinin yuqori darajalik əməldarı neme dedi? Uyğuristan birinci olub, cümə. Tayvan Tibet herkes Cungunun işki işemez. Amerika Qoşmuş Ştatlarının Prezident Joe Biden hükümeti şunda karar kıldı. Şu günden başlap biz hizmet işledik. 2021 yıldan başlap Amerika qatarlıq 20 neçə devletke ahire biz netice yarattık. Bir səmərə peyda kıldık. Bugünkü kanun layihəsi eriştik deydi. Bir de Məmuriyyət Mərkəzinin başlığı Tibet, Məmuriyyət Mərkəzinin başlığı Pempa təsirin. Pempa təsirin. Nimines kıldınız vatandaş? Baş nim dedik. Dalai Lama hakiki avtonomiya bilen Cungunun işki kısmıda kalımen. Dalai Lama otur yolda mağamen otur yolunu tallaymen diyen idi. Bir vaxtlarda, bir çağlarda dedik mi? Endi fakat 2021 yılı kelgendiler. Qaytadan davanı qaytadan başlap bugünkü tez hal qilish yoki Tibet meselesini hal qilish ilgari surish qonun loyihasi erishdi deganga. Buni selishtirganda Dalai Lamaga selishtirganda Uyg'urlar biz masalan shaxsan biz Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroyga biz Uyg'urlar Uyg'uristonda qurilgan 3-chi Cumhuriyetni asliga keltirishni o'ylaymiz, asliga keltirishni talab qilamiz deb Oqsaroyga
bu xatni 14 moddalik talab va taklif bilan intizorlik ichida topshirgan idoq vatandosh. Bu qaysi vaqt 2006 yil 7 ayning 2 kunidan 7 ayning 8 kunigacha bo'lgan. Demak, shu vaqtlar Dalay Lama yana o'xshashlar o'tir yo'l haqiqiy holda avtonomiya elish va Jungoning ichida qilish. Dalay Lamaning faoliyati endi biroqla ikkinchi bosqich yoki Tibetni Tibet deb tonish bosqichiga ko'tarilganda boshlanish 2021-yildan boshlab, ya'ni Alyaska suhbati 3-ayning 18-kunidan keyin mana davr xarakterlik, Tibetlar uchun davr xarakterlik bir inqilob bu vatandosh. Shunga 20 necha g'arb davlatiga ishlagan xizmatlarimizdan natijasidir. PNPA ta'siran Tibet ma'muriyat markazining mas'uli Amerika Qo'shma Shtatlari mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari dal hozir bu strategik siyosatni tartibga solyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari dal hozir ash ma'qullagan qonunni, ash strategik siyosatni dal hozir tartibga solyapti. Sergerdan Tibet'le kollektifi Jungo'nun hem de üstiga kelishini ümit qiladi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi Reuters agentligining so'ragan savollarga javob berganda mundaq ko'rsatdi. Dalay Lama bilan suhbat o'tkazishga echib etilgan pozitsiya tutamiz. Agar Dalay Lama davlatni parchalash maydonidan haqiqatan voz kechadigan bo'lsa, Tibet Jungoning bir qismi deb e'tirof qilishi kerak. Bu Jungoning safsatasi. Bu Jungoning muqomi ham safsatalashgan muqomi vatandosh. Qandoqlarcha Tibet millati yoki tarixdagi tubotlar qanday qilib o'zining vatanini, o'zining millatini, o'zining huquqini, o'zining yer zaminini oynab kelib bu Jungoning bir qismi deydi desa, bu elishib qolgan odamlarning fikr qilishi bo'ladi bu. Shuni desa, Jungo kompartiyasining navbatdagi vaziyatda fikrini butunlay chechilib elishib qolganligini ko'rib ola olasiz vatandosh. Bugungi bu leksiyamizdagi 2 nuqta ko'rib oling vatandosh. Birinchi nuqta Tibet masalasini hal qilish qonun loyihasi. Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi. Bu ma'qullanib bo'ldi. Davlat majlisi ma'qullandi. Navbatda dunyoga oshkorlandi. Daramsalog'i elib berib Tibetni tabrikladi. Tibetla Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisining vakillarini tabrikladi. Dag'dog'i bilan tasdiqlandi degan gap vatandosh. Bu qonun loyiha muqimlashdi degan gap vatandosh. Endi buningda ikkinchi palla Prezident Joe Bidenning imzo qo'yishi vatandosh. Prezident Joe Biden bu qonunga imzo qo'yganda kella buni ijro qilish bosqichiga ko'rib kelasiz vatandosh. Shunaqmi? Musha qonun loyihani Tibetga to'g'rilash, Tibetga tatbiqlash, Tibetning vujudida amaliyalashtirishdan iborat tunji qadamni tashlaysiz vatandosh. Endi buni nima deyapti? 3-pallaga diqqat qiling. Hozir mana yana deydik, o'tganda degan edik Dharamsalada. Masalan, Nancy Pelosi xonim shundaq degan edi. Masalan, Mike McConnell shundaq degan edi. Bular vakillar umikining a'zolari Dharamsalaga borganda Prezident Joe Biden bu qonun loyihaga darhol imzo qo'ydi. Hozir endi Amerika ovozining Xitoy til programmasida kelgan bu mavzu ostidagi bu xabarda davlat bu xabarda kechiringlar. Bu xabarda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden yaqinda bu qonun loyihaga imzo qo'ydi. Deyildimi? Hemiz tugudimi? Hem de vaqt qarab boqayli. Men boshda aytdim, Dalay Lama bugun Amerikaga yetib kelgili 13 kun, 14 kun bo'ldi. Jungoning 3-chi umumiy yig'ini 7-ayning 15-dan 18-kunigacha ichiladi. 7-ayning 15-dan bugun 7 bo'lsa, yana 8 kundan keyin boshlanadi Jungoning 3-chi umumiy yig'ini.
Ondan bugün sizlarga başta nima dedik? Rungyanning nazari degan. Rungyan bugün tuyuqsiz shunda hukm qildiki, Jungoda endi hamma ish 7-oydan boshlanadi. Hazır müşna başlandı deyli, aşnan degin rast olsun deyli, müşna başlandı deyli, andı yani şu Rungyanning nazarida nima deyseniz 7-oydan başlandı, 7-oydan başlap Jungoda barliq sohalar kontrolluktan chiqib ketadi. Yani Jungochi mustabitizmni kontrolluk, mustabitizmni boshqarish, mustabitizmni ta'minlash, mustabitizmni jamiyat tartibi ve iqtisod boshqarish qatorliqlarning hammasi hisobda endi 7-oydan boshlab kontrollukdan chiqib ketadi. Şuna hozir 8 kun uchinchi umumiy yig'in mush oraliqda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Tibet to'g'risida ma'qullangan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ma'qullagan qonun loyiha Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. 4 ko'zimiz bilan kutamiz. Prezident Joe Biden, Amerika Qo'shma Shtatlari. 4 ko'zimiz bilan kutamiz. Sizga nusrat va kuch tilaymiz. Prezident Joe Biden, sizdan yana bir qatam Amerikada prezident bo'lib saylanishingizni umid qilamiz. Xudodan talab qilamiz. Prezident Joe Biden. Hozir sizning birla qalamingiz yuqoriga qonun loyihaga imzo qo'yish. Ya'ni Tibetning masalasi bo'yicha hal qilish to'g'risidagi qonun loyihasiga imzo qo'yish. 4 ko'zimiz bilan kutamiz Prezident Joe Biden.